Qo'y qo'zi ishqozlar uchun xudo xolasa qo'radan 19 ta qo'chqorlarimiz sotilyapti. Bittadan like bosib turasizlar, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hali bular qo'zi tish yormagan, xudo xolasa mana chiroyli holatda turibdi. Manzilga keladigan bo'lsak, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida bular o'rtacha sredniylari, bu yoqda keladigan bo'lsak, bu yoqda kattaroqlar ekan. Xolasalaring bir joyda, xolasalaring donaga, xolasalaring mana shunday jupaga ham sotilaveradi. Bo'lmasa ma'lumotlarni olaveramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rasmimizga tushimsiz, charchamang. Rahmat. Eldorus kanalining hurmatli obunachilari, endi Qo'ylarimiz haqida ma'lumotni beramiz aka. qo'ylar to'g'risida. Endi biz draviga qo'yamiz aka. Endi bizga ham haligi nima deydi? Misol qo'ylarimizga misol drabilga olishadi, o'pdim. Surxondaryodan, Tojikistondan, Surxondaryodan o'tadi. Uzumdan o'tadi. Tojikistonning qo'ylari deyishgan menga. Tojikistonning qo'ylari deyishgan. Xo'p, olib kelganimga 1 oy bo'lyapti aka. Bu partiyani olib kelganimizga 1 oy bo'lyapti. 19 ta olib kelganmiz. Qo'chqor hammasi bir xilda. Bular katta ekan-a? Bular katta. Bular 40 kilo, 45 kilo go'shini o'zini beradi. 70 kilo, 75 kilo atrofida chiqadi nimasi? Tirik vazni. Tirik vazni. Bularki. Plus minus. Men tavakkal aytyapman hozir, plus minus og'irligiga. Yiyakani makka yeyapti. Bular ham necha bor aka o'rtacha? Umuman o'lchab ko'rmayapman aka. Men aytyapman, qo'yga naqa qilib olmanu, lekin oliydigan odam misol uchun o'lchab beraveramiz. 80 chiqib qoladimi yo chiqmaydimi 80? 80 90 qo'chqorlar. Endi bilaman aka qo'zilar. Yormay, tishi yormaganda men kattalari ham aka, qo'zi hali bular. Hammasi. Bular kattaroqlari. Bular kattaroqlari. Bular endi sredniylari. O'rtacharoqlari. Ha. Qo'yug'i suyug'iga olganmi? Qo'yug'i suyug'iga misol sotsa yaxshi, bitta sotsa yaxshi bizga ham. Aka qancha bo'ldi buni olganingizga? 1 oy bo'lyapti. Yeb-ichish sog'liqlari qanaqa? 100% javob yeb-ichishiga. Muammosi yo'q, ha? Yo'q. Xudo xolasa garantiyalari beriladi. Garantiya beriladi. Muammosi yo'q. O'sha bu barterga o'tgan ekan, to'g'rimi? Barterga o'tgan. Drabilga beramiz. Adam qo'yib berishadi. Zo'r. Xo'sh, bular o'sha 35 qancha chiqadi kiloga ekan? Xo'p, buning ichida hozir 38-39 kilo keladigani ham bor. 35 kilo keladigani ham bor. Go'shini o'zi, tirigi bas. Go'shini o'zi. Mana bu bitta kichkina bor, ikkita kichkina bor, 3 ta kichkina aralashtirishganda, endi qanaqa qilibki kelganda nima bo'lgan, endi 3 ta kichkina aralashtirishgan, qo'yug'i suyug'iga suvda bo'lganda. Aka, bu misol uchun qo'yimizni qaranglar, rasmga tushaman deb kelyapti. Donaga ham sotilaveradimi? Donaga ham sotiladi, kelishamiz donaga narxini. Misol uchun bir joyga olaman deydiganlar uchun arzonroq qilib beraveramiz, ha? Qilib beraveramiz. Zo'r. Xo'sh, narxini qancha deyapsiz aka endi buni? O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul, o'zim bo'ynimda yetkazib berish. 5,5 dan deyapman. 5,5 milliondan. Kattasi shu 19 dan bitta joyga olinadigan bo'lsa, yo masalan 10 ta olaman deydiganlar bo'lsa, kelishamiz undan narxini. Nimagaki, menda ham naqata Eldor aka to'g'risi o'zi chorva boqadigan akalar bilishadi, ko'p. Misol terib tanlab olsa, eng misol kichkinalari bor, mana 3 ta kichkinasi bor, endi tan olamiz. Xolasi, mana shu 3 tasidan o'sha 5,5 ichida deylik, bu bitta, ikkita, 3 ta kichkinasini o'zim olib boraman. Qolgan bu sredniy kattalarni beraverman hammasini. 3 ta kichkinasi qolaveradi. O'zimga qolaveradi u kichkinalar. Dastavkasi O'zbekistonning 12 ta viloyatiga qilib beramiz. Misol uchun kelib olib ketaman, menga dastavka qilib bermay qo'ying desa, narxda tushib beriladi. Ancha o'tib beriladi aka. Tushunarli. 5,5 million so'mdan bitta joyga deyapti, kelishtirib beradi yana, to'g'rimi aka? Yana o'tib beraman. O'tib beriladi. O'tib beriladi. Mana. Bo'shatish kerak, pulni bo'shatish kerak. Hozir yana qo'ylar chiqyapti, qo'y olib kelishim kerak yana. Yana nimaga? Haligi men shunaqaga kelishganmanki, Tojikistonga filial bor bitta. Drabilga jo'nataman bitta odamga. Olib ketadi, atdan menga qo'y jo'natadi-da. Hozir endi mana shu 1 hafta 10 kun ichida Drabilga jo'natishim kerak. O'sha yana qo'y keladi, joyim kichkina, joyim yo'q-da. Bo'shatish kerak-da. Xullas, Drabilga pulini bo'shatib olyapman desam ham bo'laveradi aka. Zo'r. Shundan desa ham bo'laveradi. Ular qo'y sotyapti, siz Drabilga sotyapsiz. Ha, shunaqa. Aqlan menga qo'y kelyapti, mendan Drabilga ketyapti. Bo'shatib olsam bo'ldi pulni. Bularda o'sha rosa boqishga tayyor ekan-da, to'g'rimi? Shuni olib borib yemga tashlasa bo'laveradi. Misol uchun, so'ysalaring ham bo'laverar ekan bular. Bo'laveradi. Ehson bob bular. Endi 40 kilo minimalli normalli go'sht. Hozir 140 ming so'yib olyapti qassoblar. Bitta qassoblarga berib yuborsam ham endi qassoblar orqasidan ham yurishim kerak-da. Bo'ldimi, nima bo'ldi deb. Xo'sh, akalar, mana xudo xolasa ma'lumotlarni berdik. Qo'yga qiziqadiganlar bemalol aloqa qilib, qo'y boqaman deydiganlar bemalol olib yemga tashlab yuborsalaring ham bo'laveradi. Telefon qilasizlar, narxini ilojini boricha kelishtirib berishadi aka.
Narxlarni arzon beramiz. Ikkilar qilib. Xo'sh, akalar ekran pastida telefon raqamlarini qoldiramiz. Batafsil ma'lumot olasizlar, telefon qilib, qiziqqanlar misol uchun bemalol xarid qilishlaring mumkin. Videomiz kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bossa, mana shuni qo'z ishqibozlariga jo'natib qo'ysalaring, kimgadir foydali manfaatli bo'lib qoladi. Manzil tushuntirib o'tib ketamiz. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida bizniki. Bemalol kelib, ko'rib, olib ketmoqchi bo'lganlarcha lokatsiya tashlab berasiz aka. Telefonga aloqaga chiqsa, lokatsiya tashlayveramiz. Bemalol kirib, misol qo'y olaman deganlar, o'sha qo'y bozorida yuradigan qo'y purish deydimi, o'shanaqalarni ham olib kelib bemalol ko'rsatishlari mumkin. Nimagaki men o'zim har bozor chiqaman, endi men qo'ylar bilan bozorda qo'ylar solishtiraman-da. O'zi u qo'ylardan ancha bozorda yurgan qo'ylardan ancha arzon aytdim men. Chiqardi menimcha. Akalar bemalol telefon qilib, surishtirib, foydalanaman degan odamlarga ham kelishamiz, qilib beramiz. Kelishtirib berilaveradi. Foydalanaman olib borib, misol bering uka, men shu olib borib bozorda shu 200 ming foydalanaman deysa, misol kelishtiramiz aka. O'tib beramiz. Akalar bemalol aloqa chiqarsa, qo'limizdan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tdik. Unaqa chorvaga jaz zo'r emasmiz, chunki biz ishlab chiqarishlarda olib boramiz. Kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, qo'y qo'zish qo'zlariga jo'natib qo'yasizlar.